Assalomu alaykum yaqinlar. Mana bugundan boshlab sizlar bilan arab tilidagi darslarimizni boshlaymiz va birinchi darsimiz arab alifbosi va undagi harflarning nomlanishini o'rganib chiqamiz. Xo'p, arab alifbosi alif harfidan boshlanib ya harfida o'z nihoyasiga yetadi va arab alifbosida umumiy holatda 28 ta harfimiz mavjud bo'ladi. Xo'p, bularning hammasi undosh harflar hisoblanadi va birinchisi alif, ikkinchi harfimiz b, t, th, jim, ha, xo, dal, zal, ro, z, sin, shin, sod, dod, to, vo, ayn. Xo'p, nafas olamiz. F, qof, kaf, lam, mim, nun, vav, h, ya harflari hisoblanadi. Umumiy holatda 28 ta harfimiz bor. Xo'p, arab alifbosidagi harflar ikki xil shaklda bo'ladi. Ya'ni ularni ismlari va ularni o'qilish shakllari alohida aytiladi. Masalan, arab alifbosidagi jim harfini oladigan bo'lsak, u nomlanishi jim, lekin o'zbek tilidagi j tovushiga to'g'ri keladi. Va qolgan harflar ham xuddi shu singari. Endi arab tilidagi alifbodagi harflarimiz hammasi undosh dedik va bulardan unlilari yo'q va unlilarini biz harakatlar deymiz. Harakatlarimiz 3 turga bo'linadi. Birinchisi fatha harakati hisoblanadi va harfimiz ustida kichkina chiziqcha va a yoki bo'lmasam yo'g'on harflarda o shaklida o'qiladi. Kasra harf ostida kichik chiziqcha va i shaklida o'qiladi. Domma harakatimiz, ya'ni ko'p holatlarda zamma deb talaffuz qilinadi. Xo'p, u shaklida talaffuz qilinadi. Xo'p, ba'zi holatlarda arab harflarini o'z holatida talaffuz qilishimiz uchun bizga sukun belgisi kerak bo'ladi. Sukun harf ustida kichik dumaloqcha shaklida bo'ladi.